Boy oilalar farzandlarini shunday tarbiyalaydi. Sen ham shunday qilishing kerak. 5 yoshdan bolaga oddiy uy yumushlari emas, haqiqiy ish ber va unga haq to'la. Masalan, xona tozalash, axlat tashab kelish, kiyim yig'ish va haftasiga pul ber. Endi eng muhim joy, har topgan puli 3 ga bo'linadi. Bir qismi berish uchun. Oy oxirida uni o'zi pulini bir muhtoj odamga olib borib beradi. Bu unga boylik faqat o'zi uchun emasligini o'rgatadi. Ikkinchi qismi sarflash uchun. Bu pulni o'zi xohlagan narsaga ishlatadi. Cheklov yo'q. Bu qaror qabul qilishni o'rgatadi. Uchinchisi esa investitsiya uchun va eng kuchli joyi ham shu. Sen har hafta uning puliga o'zing ham pul qo'shasan. Bu unga pul u uchun ishlashini va ko'payishini o'rgatadi. 10 yoshiga kelib, u faqat pul topishni emas, uni berishni, ishlatishni va ko'paytirishni o'rganadi. Ko'pchilik buni 40 yoshda ham tushunmaydi. Sening farzanding esa buni 10 yoshida biladi. Farzandga hunar berish bu majburiyat. Uni to'g'ri pul ishlatishga o'rgatish bu avlod boyligini qurishdir. Balki sen butun umring davomida katta boylikka erisha olmassan, lekin farzandingni ham qashshoq bo'lib yashashini oldini olish uchun hozirdan harakat qil. Boylikni haqiqiy bilimlarini o'rganish uchun bu videoni saqlab qo'y va menga obuna bo'l. Yo'qsa meni qaytib topolmaysan.